Ramazon mehr-oqibat saxovat oyi. Buning doirasidagi xayrli ishlar Gurlan tumanida ham davom etmoqda. Gurlan tumanida Ramazon oyida 3190 ta kambag'al oilalarga moddiy yordam ko'rsatish, 8 nafar bemorning jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish reja qilingan. Bundan tashqari 48 ta mahallada yashovchi 182 ta ehtiyojmand nogironligi bo'lgan oilalarga homiylik hisobidan iftorlik dasturxoni yoziladi. O'tkazilayotgan xayr-saxovat tadbirlarda eng avvalo bemorlar holidan xabar olish, ularning ko'nglini ko'tarishga e'tibor qaratilgan. Samimiy suhbatlar, yaqinlar diydori xastalikda eng yaxshi malham hisoblanadi. Kimdandir hol so'rashning o'zi ham bir yaxshilik. Uzoq vaqtdan beri to'shakda qolgan bemorlarga homiylar tomonidan ehsonlar tarqatilmoqda. Yoshi ulug' nuroniylar yo'qlanib, birgalikda iftorliklar qilinyapti. Bu yilgi Ramazon oyi har qachongidan qutlug' bo'lib, har qachongidan qiziqarli, mazmunli bo'lib nishonlanmoqda. Hurmatli prezidentimiz barcha soha kabi mana shu nuroniylarimizga ham katta e'tibor berib turibdi. Mana shunday ulug' Ramazon qutlug' oyida bir-birini yo'qlash, bir-biridan xabar olish, nuroniylardan, xastalardan, nogironlardan xabar olib, ulardan hol-ahvol so'rashdek xayrli ishlarni ko'p qilinadi. Shuningdek, mana bugun mening ham mana qizlarim, kelinlarim kelib Ramazon oyi bilan qutlab keldilar, xabar olib keldilar. Ehtiyojmand ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga homiylar tomonidan xayr-saxovat qilinmoqda. Nogironligi bor shaxslar, nuroniy otaxon va onaxonlar uchun iftorliklar tashkil qilindi. Yurtimizdagi Ramazon shukuhini, insonlarning shukronalik hissini iftorlikka kelayotgan eldoshlarimizning yuz-ko'zlarida ko'rish mumkin. Har kuni har bir xonadonga kirib, kasallarning holidan xabar olib, yaxshi niyatlar qilib, boquvchisini yo'qotgan ehtiyojmand xonadonlarda iftorlik ishlarini olib bormoqdamiz. Ro'za Ramazon oyi, bir-biriga mehr, oqibat ulashish oyi. Qanday ishda ishlamasin, ular vaqt topib, kasalayotgan qo'shnilari bormi, nogironligi bor fuqarolar, ehtiyojmand, boquvchisini yo'qotgan oilalardan holidan xabar olib, holarini bir-biriga inom qilishmoqda. Davlatimiz rahbarining joriy yil 16 fevral kungi muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorida Ramazon mehr, muruvvat, ahillik va shukronalik oyi degan ezgu g'oyaga asoslangani e'tirof etiladi. Joylarda o'tkazilayotgan tadbirlar esa buning amaldagi ifodasidir. Ramazon oyi o'zi azizlarimiz juda ham mehr, saxovat, yo'qsullarni yo'qlash, kam ta'minlangan beva bechoralarning duolarini olish tadbirlari o'tkazadigan oy. Yurtboshimizning bu tashabbusidan ilhomlangan ko'pchilik yurtdoshlarimiz, homiylarimiz ko'pchilik shunday kam ta'minlangan oilalarning ahvollaridan xabar olib, hatto kasalxonalarga borib bemorlarning duolarini olib, ularga ham katta yordamlar qilinib turibdi. Bu kabi xayr-saxovat tadbirlari viloyatimizning shahar va tumanlarida davom etyapti.